Oyijon. Voy, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizlar? Yaxshi o'tiribsizmi? Charchamayapsizmi? Zerikmasdan o'tiribsizmi? Muncha sovib ketding, yana avtobusda keldinglarmi? Assalomu alaykum. Shundoq taksi to'xtatib, taksida olib kelsangiz bo'lmaydimi mana? Ham yog'i ho'l-ku. Pulini berardim. Qo'lim topib bitta ishda ishlamadingiz. Qizimni sarson qilib 4 yildan beri kvartira qilib olib yurasiz. Qachon qo'lim topib bitta joyda ishlaysiz? Yaqinda yangi ishga kirdim. Hozircha yuk tashuvchi bo'lib ishlayapman. Nasib qilsa sekin-sekin lavozimim oshishni boshlaydi. Va qo'ysangizchi, o'sha yuk tashuvchidan direktor darajasiga ko'tarilib ketarmidingiz? Qizim mana hunarli, pravalari bor. Shunga qo'shib mashina bersa, mashinani ham olganingiz yo'q. Na o'zingiz olib berasiz, na men berganimga ko'nasiz. Nima unaqa qilasiz? Oyi, men och qolayotgan joyim yo'q. Hayotimdan nolib siz oldingizga kelganim ham yo'q. Shunchaki sizni ko'rgani keldik. Yaxshimi, yomonmi meni erim? Rizq Allohdan yoki siz belgilab berasizmi? Ularni kimdir yomon desa, meni yuragimga tegadi. Erim haqida kimdir yomon gap gapirishga qo'ymayman. Adasi, turing ketdik. Yo'q. Oyingni ko'rgani kelganmiz. Bor choyingni damla.